ortiqcha vazndan uy sharoitida xalos bo'lish mumkinmi degan savol tug'iladi. Ha, albatta mumkin. Umuman o'zi ortiqcha vazn nima va uni kelib chiqish sabablari? Juda ham ko'pchilik davlatlarda va hozirgi kunda o'zimizda ham ovqatlanish bilan bog'liq muammo keng tarqalgan yarim tayyor mahsulotlar, gazli ichimliklar, juda shirin mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish aynan tanada metabolizmni past ishlashiga sabab bo'ladi. Gipotireoz holati, TTG gormoni miqdorining yuqori bo'lishi, oshqozon osti bezida insulin bilan bog'liq muammolar, yana undan tashqari buyrak usti bezi bilan bog'liq muammo, ya'ni kortizol gormoni bilan bog'liq muammo. Uni miqdorining yuqori bo'lishi ham yog'larning parchalanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Va undan tashqari ovqat kilokaloriyasining yuqori bo'lishi, kam harakatliliklar ham aynan yog'larning yig'ilib qolishiga sabab bo'ladi. 1 litr qaynagan suvga bitta limonni shunday ikkiga bo'lamiz, solib qo'yiladi. 2-3 soat og'zi yopilgan holatda turadi. Bu 1 litr suvni kun davomida kam-kamdan ho'plab ichilganda o't qopi, o't yo'llari va oshqozon osti bezi faoliyatlarini, ichaklar faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Jigar atrofida ortiqcha yog'lar bo'lsa, yog'larni eritishga yordam beradi. Va o'sha 1 litr safro kun davomida 12 barmoqli ichakka normada tushishiga yordam beradi. Va ikkinchi retsept, 1 stakan kefirga 1 choy qoshiq zig'ir urug'i solinadi va undan tashqari bu bug'doyning kepagi hisoblanadi. Bug'doy kepagidan 1 choy qoshiq solinadi, yaxshilab aralashtiriladi. Kechqurun uxlashdan oldin 1 stakan iste'mol qilinadi. Bir kunda bir mahal yetadi. Bu nima qiladi? Ichaklar faoliyatini yaxshilaydi, ortiqcha yog'larni erishiga yordam beradi. Undan tashqari qon tomirlar faoliyatini yaxshilashga ham yordam beradi. Chunki zig'ir urug'ida omega 3 miqdori juda ham ko'p miqdorda.